Bahovuddin Naqshband haqida, uning ta'limoti haqida ko'pgina asarlar yaratilgan. Birgina O'zbekiston Fanlar akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar xazinasining o'zida Naqshbandiyaga doir 195 kitob mavjud. E'tiboringizga havola etilayotgan Bahovuddin Naqshband yoxud Buroq vodiysi qissasi kitobi muallifi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, adib To'lqin Hayitning uzoq yillik mehnatlaridan so'ng yaratgan romani Bahovuddin Naqshbandning inson ma'naviy olamini boyitish, vatan ozodligi va obodligi yo'lida Amir Temur hazratlari bilan bir safda qadam tashlaganligi boy tarixiy mo'tabar manbalar asosida hikoya qilinadi. Bahovuddin Naqshband 1318-yilda Buxoro viloyati, hozirgi Kogon tumanida tavallud topgan. U tug'ilgan qishloq Qasri Hinduvon, keyinchalik Bahovuddin Naqshband sharafiga Qasri Orifon deb atalgan. Uning oilasi va farzandlari haqida aniq ma'lumot yo'q. Lekin Bahovuddin Naqshband Muhammad payg'ambar avlodlariga mansub Saidzodalardan ekanligi qayd etilgan. Otasi to'quvchi hamda o'yma naqsh soluvchi, ya'ni Naqshband bo'lgan. Bahovuddin Naqshbandning birinchi piri ustozi Xo'ja Muhammad Boboyi Samosiy edi. Bahovuddin Naqshbandning deyarli butun umri Buxoro va uning atrofidagi qishloqlarda sufiylik bilan o'tgan. U 2 marotaba haj qilgan, g'aribona hayot kechirgan. Faqat o'z mehnati kimxobga naqsh solish bilan kun ko'rgan. Xizmatkor yoki qul saqlashni gunoh deb bilgan. Bahovuddin Naqshband xalq orasida balogardon, ya'ni duo bilan balo qazon daf qiluvchi unvoni bilan ham mashhur bo'lgan. O'z ta'limotini yaratishda Yusuf Hamadoniy va Abduxoliq G'ijduvoniy nazariyalariga asoslangan. Ta'limotining asosida dilbayoru dastbekor, ya'ni ko'ngil xudoda bo'lsin-u, qo'l ish bilan band bo'lsin degan shior yotadi. Bahovuddin Naqshband 1389-yil Buxoroda vafot etgan.